Indinim savdo markaziga kirganmisiz? Da, kirganman. Eng ko'pidan necha foizgacha chegirmada kiyim xarid qilgansiz? 50%gacha. Hozir qarang, sizga bitta imkoniyat bor. 70% gacha chegirmada kiyimlar xarid qilish imkoniyati bor. Xarid qilgan bo'larmidingiz? Albatta xarid qilgan bo'lardim. Unda videoga bitta like bosib, obuna bosmang, men sizga video davomida to'liq ma'lumot beraman. Indinim savdo markazida 70%gacha chegirmada kiyim xarid qilish imkoniyatini bersa, xarid qilgan bo'larmidingiz? Albatta. 1-2 avgust kunlari Indinimning barcha filiallarida yiliga 2 marta bo'ladigan mega chegirmaning ikkinchisiga start berdik. Ya'ni shu kunlarda ko'plab mavsumbob kiyimlarda chegirmada xarid qilishingiz mumkin. Misol uchun, oldinlar 99 ming sotilgan finkalarni hozirgi kunda 29 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Maktabga o'qiydigan o'quvchilarimiz uchun ham shimlarimiz oldinlar 209 ming sotilgan, hozirgi kunda 99 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari yosh oilalar uchun ham ajoyib yangiligimiz bor. 1+1 aksiyasi bo'lib o'tyapti. Misol uchun shunaqangi neobishli ko'ylaklarimiz xarid qilsangiz, ikkinchisi mutlaqo bonus sifatida olishingiz mumkin. Bundan tashqari maktab va universitetlar uchun sifatli hamda hamyonbop kiyimlar yetib kelgan. Yiliga 2 marta bo'ladigan mega chegirmada aksiyani birinchisini o'tkazib yubordingiz. Endi ikkinchisini o'tkazib yubormasangiz kerak. Bu videoni sirazi tanishinglarga yuborib qo'yinglar. Unumli foydalanib qolish imkoniyati bor. Indinim savdo markazining lokatsiyasini so'raganlar uchun Chorsu tomondan kelsangiz chap qo'l tomonda, Kafolat tomondan kelsangiz o'ng qo'l tomonda. Barchangizni Indinim savdo markazida kutib qolamiz.